kreativ fikrlash bu qandaydir narsani ko'proq qilib yoki miyamizdagi narsani ancharoq ko'proq qilib uyg'unlashtirib gapirishda aniqladi. Yangilik yaratish, ya'ni oddiylikdan qochib yanada yangi g'oyalar, u kreativligi, ya'ni o'ylashi, tasavvur dunyosi kengaygan, yangilik qilar ekan. Masalan, reklamalarimizni bilsan, yangi oddiy mana shuni oling deb reklama qilmaydi. Qanaqa? Yangilik qilib, qiziqtirib, mana shunaqa juda o'zlari fantaziyalar o'ylashmoqda. Tushunarlimi? Kreativlik nima ekan demak? Bir oddiy narsadan yangilik qilib yaratish, ijodkorlik degan. Tushunarli? Lotincha nima degan ekan? Kreativlik, ijodkorlik, yangilik yaratish degan. Yaxshi o'tiring. Demak, o'tirganlardan biz ko'plab ijodkorlarni o'rgandik, to'g'rimi? Qaysi-qaysilarni o'rgandik? Qani birinchi aytamiz. Birinchi qatorda qaysi masalan esingizda qolgan eng qiziqarli? Yaxshilik. Yaxshilik kimniki ekan? Hojat Mirzayev. Odil. Sizlarda esa qaysisidir eslaysiz? 15 yoshli kapitan. Uni muallif kim edi? Jul Vern. Yaxshi. Sizlarda esa qaysi qoldi? Bir kunlik yosh kimniki edi? To'g'ri. Demak, bular chet ijodkorlarini ham, o'zimizni mashhur ijodkorlarni ham o'rgandik. Oddiy hozir diqqatingizni jalb qilish uchun o'yin o'ynaymiz. Bu shunday o'yinki, barmoqlaringizdan 10 ta shakl yasaysiz. Birinchi o'ylaysiz. 2 daqiqa vaqt. Shakl yaratasiz. Qanaqa bo'lish, masalan, qanaqa bo'lishi muhim emas. Faqat boshqacha bo'lishi. Masalan, mana dumaloq. Tushunarli? O'ylang. 2 minut vaqt. Tez o'ylaymiz. Xohlasangiz daftarlaringizga esingizga tushirib biroz keltirib qani kim 10 ta qilolar ekan? Shakllar. Daftaringizga faqat chizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, shakl bunday qiladi, bunday qiladi. Qisqa. 2 minut vaqt beramiz. Tezlashamiz. Qani qaysi o'quvchimiz ijodkorlik qilgan. Cheksizlik bo'lishi ham mumkin. Xohlagan shakl bo'lsa bo'ldi. O'sha yurakcha shakllarga bu shaklga kiradi. Faqat nomi bo'lsin. Tushunarli? Kimda nechta bo'ldi? Yaxshi, 7 ta bo'ldi. Yana 3 ta topsa 10 ta. Bu o'yinimiz o'sha darsdan oldin sizlar o'sha diqqatingizni. Hamma shaklga hamma barmoqqa bo'lsa bo'ladimi? Buni hamma barmoqqa qatnashishi. Unda bo'ldimi? Qani kim aytadi? Birinchi bo'ldi. Og'abek siz ko'rsatib berasizmi? Kimda nechta? 8ta. Qani ucha boshlaymiz. Birinchi shakl turib, bajaramiz. Birinchisi dumaloq. Ikkinchisi uchburchak. Keyingisi to'rtburchak. To'rtburchak. 3 ta bo'ldi. Keyin mana Rubik. Rubikni. Keyin oltita bo'ldi. Yana sakkizta bo'ldi. Yana bir mana shu turgan bo'ladimi bu? To'g'ri? Chizib. Demak, mana shu bilan bunchada 9ta bo'ldi. Demak 9ta bo'ldi. Yana kimda? Yaxshi, mana 10. Yana kimda mana shu aytilgan? Demak, mana bunday ko'rasizlarmi? Demak, shakllarni 10 tarafga bo'langan, oddiy dalamga kelganlar. Demak, nima? To'g'ri chizildi. Yaxshi. Endi mana jalb oldik. Endi mana bu shakllarni ko'ryapsizlar. Birinchi qanaqa doira? Bunda biz kreativ imzo oshiramiz. Tushgan olamiz.
bir qarasizlar, doira shaklini chizasizlarda, qaranglar, bunga shunday bir narsa yasanglar, faqat doira bo'lsin. Doiradan yasanglar. Lekin boshqa shakl qo'shib yasamaymiz. Doirani işte tashqarisiga chiqsangiz ham bo'ladi, bemalol. Faqat doira, tushunarli? Doiradan narsa yasaymiz. Lekin mana bitta narsani aytib, agar quyoshni olsalar, noto'g'ri. Chunki bunday chiqyapti-da. Tushunarli? Chiziq emas, doira bo'lsin. Qanaqa bo'lsa ham doira. Boshlaymiz. Chunki ozgina vaqt ketgan bo'ladi. Ikkinchisini tushuntiradi. İkincisida mana 4 ta shakl berilgan. 4 ta shaklni bitta qilib bir narsa yasashimiz kerak. Birgalikda, boshqa qo'shmasdan. Qo'shib bitta narsa yasashimiz kerak. Bu shaklda esa, 3-chi shaklimizda mana shunday o'zgarmash kerak. Mana shu dumaloqchasi ham